Endi sizlar bilan bu jonim retseptlari bo'yicha Bodroq qilamiz. Ketdik. Bodroq qilish uchun qopqog'i bor, qozon kerak bo'ladi. keyingi qiladigan ishimiz shunaqa makkani keritib olish bo'lar ekan. Bu ish juda oson tuyulgani bilan aslida juda qiyin ekan. Amallab bu joni bilan makkani ham kiritib oldik. Bodroqlarimiz yaxshi bodrash uchun qoshiq yog' kerak bo'ladi. Makkamiz yaxshi bodrashi uchun aralashtirib turishimiz shart ekan. Bo'lmasam biri qizib, biri qizimay o'tmay qolar. Shu tariqa bu jonim aytishlari bo'yicha betinim aralashtirib turdik. Mana otishni boshladi. Mana. Uxti! Endi qopqog'ini yopamiz. Qanchada tayyor bo'ladi endi? Hozir o'zi otish tugaydi. Mana ovozlarini eshit. Uxti! Xohlovchilar shunday yeyishi mumkin. Shakar xohlaydiganlar gazni tagini pastlatib turib, shakarni sepiladi. Keyin uni aralashtiriladi. Bodrog'imiz shirali bo'ladi. Asalda qizdirib tuyasiz. Xohlovchilar shakar solasiz, xohlovchilar shunday o'zini yesangiz ham bo'laveradi. Men nevaralarimga shakarli bodroq qildim. Hozir Imonochka bilan birga bu jonim pishirgan bodroqlarni asmir qilib beramiz. Bismillah. Gap yo'q. Qo'llaringiz dard ko'rmas. Siz ham albatta uyingizda bu jonim retseptlari asosida qilib ko'ring. Yegan sari yegim kelar, rahmat buvijon degim kelar.